Assalomu alaykum. Hozirgi kelasi zamon fe'lini qilamiz. O'tgan safar o'tgan zamon fe'lini qilgan edik. E'tibor beringlar, o'tgan zamon fe'lida nazorat, nazaratu, nazarna, nazaratuma edi. Masalan, laiba, laiba, laibtuma edi. Endi bu hozirgi kelasi zamon. Hozirgi kelasi zamon tubdan farq qiladi. O'tgan zamon bilan chalkashtirib yubormanglar. Uning uchun o'tgan zamon fe'lini va hozirgi zamon fe'lini qayta ko'rsanglar, xudo xolasa ajratib olishinglar oson bo'ladi. Huwa yaktubu, u yozadi, yozyapti. Huma yaktubani, u ikkisi yozadi, yozyapti. Hum yaktubuna, ular yozadilar, yozyaptilar. Qiz bola uchun hiya taktubu, u yozadi, yozyapti. Huma taktubani, u ikkisi yozadi, yozyapti. Hum yaktubu, hunna yaktubna, u yozadi, ular yozyapti, yozadilar. Huwa yadkhulu, u kiradi, kiryapti. Huma yadkhulani, u ikkisi kiradi, kiryapti. Hum yadkhuluna, ular kiradi. Hiya tadkhulu, u kiradi, kiryapti. Huma tadkhulani, u ikkisi kiradi, kiryapti. Hunna tadkhulna, ular kiradilar. Bu qiz bola uchun. Yuti'u, itoat qiladi, itoat qilyapti. Endi oyog'ini berishim, hunna, huwa, hiyalar berishim shart emas. Oyog'ini bilasizlar-ku. Yuti'ani, u ikkisi itoat qiladi, itoat qilyapti. Yuti'una, itoat qiladilar. Bu hozirgi kelasi zamon. Yana bu eslatib o'taman. O'tgan zamon emas, o'tgan zamon bilan adashtirmanglar. O'tgan zamon bilan hozirgi zamon fe'lini yaxshilab ko'rib olinglar. Tuti'u, itoat qiladi, itoat qilyapti. Bu qiz bola uchun. Tuti'ani, u ikkisi itoat qiladi, itoat qilyapti. Yuti'na, itoat qiladilar, itoat qilyaptilar. Ular qiz bola uchun ko'plikda. Yuti'na, itoat qiladilar, itoat qilyaptilar. Endi ular qo'shib qo'ydim. Ular o'zi hunna bilan berish kerak. Hunna siz bersa itoat qiladilar, itoat qilyaptilar bo'lish kerak aslida. Men ular qo'shib qo'yibman. Qavoymaysizlar. Shunaqa shaklda ketiladi. Yasihu, qichqiradi, qichqiryapti. Hozirgi kelasi zamon bu. Yana buni eslatib o'taman. Yasihani, u ikkisi qichqirdi, qichqiryapti. Qo'yishlar mumkin. Ajratib olishinglar uchun bu. Yasihuna, qichqiradilar, qichqiryaptilar. Yasihuna, qichqiradilar, qichqiryaptilar. Tusihu, qiz bolaga qichqiradi, qichqiryapti deydi kelasi zamonda. Qiz bola uchun bu. Tusihani, ikki qiz qichqirdi. U ikki qiz qichqiradi yoki holatga qarab qichqiradi, qichqiryapti. U ikki qiz
ikkita qizga atalgan. Aynan ikkita o'g'il bolalar, ikkita qiz. Ikkisi qichqirayapti. O'tgan zamonda to'sihni qichqiryaptilar. Qiz bolalar uchun ko'plikda ko'p qiz bolalar qichqiryaptilar. To'sihni bo'ladi arab tilida. Yanzuru nazara fe'lidan qarayapti. Yanzuru qarayapti. Tanzuru qarayapti. Hozirgi zamonda. Yanzurani u ikki o'g'il bola qarayapti. U ikki o'g'il bola uchun. Ya'ni bu holat. Yanzuruna qarayaptilar. Ular o'g'il bolaga nisbatan. Ular qarayaptilar. Arab tilida tanzuruna. Antadam tanzuru fe'li bor, qaraysan degani. O'g'il bolaga nisbatan uni keyin qilamiz. Tanzur qaradi qiz bola uchun. Tanzuru qaradi. Faqat chalg'ib qolmaysizlar, diqqat qilasizlar. Keyingi fe'limiz senga misol bo'ladi. Tanzurani u ikkisi qarayapti. Ya'ni u ikki o'g'il bola qiz bola qarayapti. Bu qiz bolalar uchun, ikkita qiz uchun ya'ni. Tanzurani. Yanzurna qarayaptilar. Ya'ni ular qiz bolalar qarayaptilar. Ko'p qizlar. Yana men aytaman, arab tilida 3 ta bo'lsa bo'ldi, ko'plik o'tib ketadi. 2 ta bo'lsa 2lik, bitta bo'lsa 1lik. Xuddi matematikadan bor, 1 xonali, 2 xonali, 1lik, 2lik, ko'plik degan tushuncha arab tilida ham bor. Sog' bo'ling.